bilan Abdukarim Qurbonov hamda Surxon TV kanali hamda G'iyosbek Xuromov. Bugungi videolar hammamiz girlari bakaninka naqshlik qilib o'rtalari kubikkan. Xohlasangiz o'rtasini qora, tilla rang, xohlagan rangda kubik qilsa bo'ladi. Ikkinchi uyimizni ham sizlarga tanishtiramiz. Uzun Juma bozorida atrofda joylashgan uyimizni ham tunakam ishlarini bitirdik. 100 ming so'mdan 135 ming so'mgacha bo'lyapti. Albatta fasoniga qarab va tunikaning listini qalinligiga qarab. Aka, bularning narxi necha puldan bo'linadi? Uy egasi necha puldan tushdi? Bu 110 mingdan tushgan. 110 mingdan tushgan. Garantiyalari qanday? Garantiyasi 10 yildan 15 yilgacha. Ha, garantiyasi 10 yildan 15 yilgacha. Qandara bo'ylab tunakam mahsulotlari bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar azonchilarimiz. YouTubedan, Instagramdan, Abdukarim Qurbonovdan yoki Surxon TV'dan ko'rib, telefon qilyapman desangiz, bonus qilib chiroyli narxlarda qilib beradilar. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Abdukarim Qurbonov hamda Surxon TV kanali hamda G'iyosbek Xuromov. Bugungi videolar hammamiz Surxondaryo bo'ylab Muhammad aka bilan, ya'ni Adham akamiz tunakabon ishlarini qilyapti ekan, shuni sizlarga video qilib tanishtirib o'tamiz. Uyingizga tunakabon qildiraman deganlar bo'lsa, ishonchli, sifatli, kafolatli, garantiya, narxlari ham hamma tunakabon ishlarini qilyapti ekan usta akalarimiz. Shundan video qilib tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka? Muhammad aka zo'rmisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Bayramlar bilan. Rahmat, o'zingizni ham va obunachilarni ham bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bu uyimiz Surxondaryo viloyat uzun serharakatdagi uyni bitiribsizlar. Shundan bir video qilib sizlarga tanishtirsak. Xo'p, akalar, bularni endi hozirgi kunda narxi qanday bo'lyapti, fasonlari qanday, dizaynlari qanday bo'lyapti? Shular haqida bir xalqqa ma'lumot berib o'tsak. 100 ming so'mdan 135 ming so'mgacha bo'lyapti. Xo'p, tunakabon ishlari 100 ming so'mdan 135 ming so'mgacha bo'lyapti. Albatta fasoniga qarab va tunikaning listini qalinligiga qarab. Shunday-da? Bu uyni bitiribsizlar. Bu uyni aka qanaqa fason deyiladi endi bu? Tunakabon ishlari. Bu high-tech fason, однотонный. Ha, high-tech fason, однотонный fason deyilar ekan. Mana aka, bu yerda ob'yom katta bo'lsa kerak, aka. Shunday. Burchaklari ham kubiklik qilingan ekan, ha? Shunday. Burchaklari ham kubiklik, ko'rishingiz mumkin azonchilarimiz. Surxondaryo viloyat uzundagi uyda sizlarga tanishtiramiz. Uyga tunakabon qildiraman desangiz, albatta YouTubedan Abdukarim Qurbonov kanalidan hamda Surxon TV yoki G'iyosbek Xuromov kanalidan ko'rib zakaz qilyapman desangiz, narxlarni kelishtirib beradi mana aka Muhammad aka hamda Adham akamiz Surxondaryo bo'ylab tunakabon ishlarini qilyapti. Sizlarga video qilib taqdim etamiz. Uyga tunakabon qildiraman deganlar bo'lsa, hamma narsasi material ichiga aka. Shunday. Materiallar ichida ekan, faqat uyda egasi joyida ko'rsatadi bo'ldi. Qolgan samarangizni kerak, profili kerak, lisi kerak, hammasi o'zlaringizdan. Shunday. Hammasi o'zlaridan olib kelib qilib berar ekan. Mana obunachilar uyda qarang qanday chiroyli qilib qo'yibdi, ko'rishingiz mumkin. Siz ham tunakabon qildiraman desangiz, ekranda raqamlarga bog'lanasizlar albatta. Uyingizni chiroyli, sifatli, kafolatli tunakabon xizmatlarini qilar ekan. Akalar, bular endi misol-chi tunakabon bitirdik, bitirgandan so'ng bularning kачествоsi, garantiyalari qanday? Garantiyasi 10 yildan 15 yilgacha. Ha, garantiyasi 10 yildan 15 yilgacha sifatiga garantiya berar ekan. Hamma materialni qanlab olib kelib, ustalarni olib kelib tushirasizlar. Shunday. Tajribali 8 yil, 10 yillik mutaxassis ustalar olib kelib, shunday yopishtirib, chiroyli qilib qotirib berar ekan. Aka, men endi sliflarni ham qo'ygansizlar mana bu. Shunday. Ha, xohlasangiz uy egasi aytsa, sliflarni ham qo'yib berasizlar. Shunday. Mana aka, suv oqayotgan, ya'ni nima deydi, nodi suvlar tushib ketayotgan sliflarni ham qo'yib beradi. Sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana oldi tarafi bakavininka bo'lib chiqqan ekan. Shunday. Adham aka, mana aka, Muhammad aka, oldi taraflarini shunaqa fason. Endi aka, bu yerda fason ko'p, 100 dan oshiq fason bor. Sizga qaysi bir fason yo'qsa, uyingizni tunakabon qildirsangiz, shunaqa fasondan qilib beradi. Xohlasangiz girdiga rover yordamida gul ham naqsh tushirib berasiz. Shunday. Unisi lekin adeli bo'ladi. Ha, nima? Rover guli naqshi pagonometrga hisoblanib ketaveradilar. Alikofon bo'ladi. Alikofondan bo'ladi, ha? Shunday. Nazarchilarimiz uyda qarang qanday chiroyligini qilib qo'yibdi. Xo'p, bu yerda endi necha kvadrat uy endi tunikasi? 270 kvadrat. 270 kvadrat. 270 kvadratlik uyimiz bitiribdi ekan. Bu uyimiz uzun serharakatdagi uydan sizlarga video qilamiz. Keyingi video qayerdan bo'ladi? Ikkinchi uy? U ham shu Juma bozor tarafdan. Ha, uzun Juma bozor, mana Mol bozor tarafdan yana bitta xonadonni bitirgan. Bundan ham video qilib joylaymiz. Siz ham uyingizga ishonarli, sifatli, kачественный, hamma bor, puli arzon usta kerak bo'lsa, mana bog'lanasizlar, akalarimizga ekranda nomerlarga bog'lanasizlar, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Surxondaryo bo'ylab qilamiz, ha? Shunday, Surxondaryo. Denov, Sarasi, Uzun bo'lasi, Qumqo'rg'on bo'lasi, Sho'rchi bo'lasi, Termiz bo'lasi, farqi. Surxondaryo bo'ylab tunakabon xizmatlari bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar azonchilarimiz.
Mana azamchilarimiz uyda qarang, u ham juda chiroyli tashlagan akamiz. Oldi tarafi ham juda katta ekan va esa mana girdlarni qilingan. Bu girdi necha santimetrda? 60 mi 70 mi aka? Bu 80 chiqqan. 80 dan o'zi qallangan a. Shunday. 80 santimetrga girdi. Ob'yom ham juda katta ekan. Siz ham uyingizni tunikabon qildiraman desangiz, akalarga bog'lanasizlar. Charozani ikkinchi uyimizni ham sizlarga tanishtiramiz. Uzun Juma bozorida atrofda joylashgan uyimizni ham tunikabon ishlarini bitiribdik keyin bundan ham bir video qilsak. Xo'p, Muhammad aka, Adham aka buni bitirdilaringiz. Shunday. Bu o'yinni qanaqa fason deyiladi? Bakavenkali. Bakavenkalik o'rtasi kubikli ekan a. Shunday. Bakavenkalik o'rtasi qoracha qilingan, kubik qilingan, juda chiroyli ekan. Uyimiz 2 etaj. Azobchilarimiz qarang qanday chiroyli chiqqan. Girlari bakavenka, naqshlik qilib o'rtalari kubik ekan. Xohlasangiz o'rtasini qora, tilla rang, xohlagan rangda kubik qilsa bo'ladi. Yulduzchali. Yulduzchali ham qilish mumkin ekan. Xohlasangiz lentichkalar qilib, mana aka bu uyda qarang qanday chiroyligina qilib bitiribdi ekan usta akalarimiz. Qo'li dard ko'rmasin. Siz ham uyingizga shunaqa tunikabon qildiraman desangiz, bog'lanasizlar. Endi videoga olamiz desak, uy ko'p, sanoli uyni video qilsizlarga tanishtirib o'tamiz. Uyga tunikabon qildiraman desangiz, bemalol bog'lanasizlar. Aytganimdek, birinchi videoga men aytib o'tdim, Surxondaryo bo'ylab. Bu yerga endi ob'yom necha kvadrat aka? Bu yerga 213 kvadrat. 213 kvadratlik ob'yomimizni bitirdik ekan. Aka, bularning narxi necha puldan bo'linadi? Uy egasi necha puldan tushdi? Bu 110 mingdan tushgan. 110 mingdan tushgan. Aytib o'tganimizda 100 mingdan 135 minggacha tunikabon xizmatlari bor. Bemalol bog'lansa pastki raqamlarga mana Adham akamiz, Muhammad akamiz Surxondaryo bo'ylab uyga tunikabon ishlari bo'lsa qilib berar ekan azobchilarimiz. Siz ham uyga tunikabon qildiraman desangiz, ko'rib xohlagan fasonda, xohlagan dizaynda qilib berish mumkin ekan azobchilarimiz. Katalogdan tanlayverasizlar. Baho berish sizlardan. Ustalarning qo'llari dard ko'rmasin. Qarang qanday chiroyli chiqqan 2 etaj uy bo'lsa ham, aka endi 2 etaj bo'lgan uchun narxi o'zgaradimi yo'qmi? Bu balandligi ham bor, lesa qo'yish kerak, narsa qilish kerak. Sal-pal o'zgarmasa. Ha, sal-pal bu narsalarga kelishtirib ham beramiz deb. Endi balanga urishda o'zi ham bo'lmaydi, chunki lesa taxlash kerak, narsa qo'yish kerak, usti chiqib tushish kerak. Buning har bitta narsani mashaqqati bor. Shunga qarab azobchilarimiz zakaz beraverasizlar mana aka. Endi aka pastroq bo'lsa narxi yana kelishib ketaversa ham bo'laveradi. Shunday. Surxondaryo bo'ylab bemalol bog'lanasizlar azobchilarimiz. Albatta YouTubedan, Instagramdan, Abdukarim Qurbonovdan yoki Surxon TV'dan ko'rib telefon qilyapman desangiz, bonus qilib chiroyli narxlarda qilib beradilar usta akalarimiz.